Vestorosga, qirol diyoriga xush kelibsiz. Taxtlar o'yini kitobi Muz va olov qo'shig'i romanlar turkumining dastlabki qismi hisoblanadi. Ushbu kitob 90 milliondan ortiq nusxada chop etilgan. Dunyoning 49 tiliga tarjima qilingan. Asarning o'zbekcha tarjimasi esa bu tillarning 50-chisi bo'ldi. Taxtlar o'yini tarjimasi bo'yicha O'rta Osiyo davlatlari orasida birinchi, turkiy tillar orasida esa ikkinchi til sifatida maydonga chiqdi. Taxtlar o'yini asarning dunyo bo'ylab millionlab muxlislari bor. Taxtlar o'yini asarning shuhrat topishida bir-biridan qiziqarli syujetlar liniyasi, takrorlanmas xarakter darajasiga ko'tarilgan obrazlar va epik asarlarga xos mukammallik muhim ahamiyat kasb etadi. Roman epik fantastika janrida yozilgani uchun uning tarjimasida epik uslubdan foydalanilgan. Jorj Martin suhbatlaridan birida romanni yozish uchun o'rta asrlar Yevropasidagi Angliya va Fransiya orasida kechgan urushlardan ilhomlanganini aytadi. Bu urushlar davrida yozilgan g'arb dostonlari, xususan Beowulf yo Canterbury hikoyalari ritsarlarni o'qdan yigit, lordlarni jo'mart, ledilarni esa iffat malikalari yangliq ta'rif va tavsif qiladi. Xususan ingliz dostoni Nibelunglar qo'shig'ida Cersei, Joffrey, Varys, Baelish kabi ahli saroy va Lady Catelyn yangliq ham mushtipar, ham mag'rur xonimlar, Jon Snow kabi nomus qurbonlari bilan juda ko'p o'rinlarda yuzma-yuz kelasiz. Mazkur topilmalarga tayangan holda Taxtlar o'yini janr va uslub jihatidan epik turga mansub sanaladi. Doston o'z nomi bilan butkul boshqa olamga kirgani uchun bizga ko'plab yangi atamalar, diyor va shaxsiyatlar tuhfa qiladi. Kxal, Kxalisi, Dotrak, Vais Dotrak, Araq, Tosh Kxalin, Konsuvari, Kxatlasar. Albatta bir qarashda o'ta begonadek ko'ringan bu so'zlar izoh talab bo'lishi mumkin. Ammo qizig'i hali oldinda. Daenerys qo'l ostidagi qavm garchi o'quvchi ko'z o'ngida yovvoyi qabiladek tasavvur uyg'otsa-da, aslida ular boshqalar qatorida o'zlarining qadimiy madaniyat va an'analariga ega. Ko'chmanchiliklari sizga qadimgi mo'g'ul xalqlarini eslatishi mumkin. Ammo ichki tabaqalar, boshqaruv shakli hamda maqom tizimlari butkul boshqa, xayoliy maromga ega ekanliklarini ham unutmaslik kerak. Aynan mana shu maromni buzmaslik uchun romanda hech qaysi yangi atamaga izoh berilmadi. Chunki sizga ilk sahifada begonadek ko'ringan so'zlar keyingi o'rinlarda muallif tomonidan izohlanadi, tanishtiriladi va hatto muhabbatingizni ham qozonishga ishonchimiz komil. Taxtlar o'yini Starklar xonadoni boshlig'i Eddard Starkning devordan qochgan dezertirni qatl qilish sahnasi bilan boshlanadi. Starklar 7 qirollikdan biri. Ular uzoq yillardan beri shimolda hukmronlik qilib keladilar. Uzoq yillik urushlar natijasida ularning qal'asi Winterfell eng mustahkam qal'alardan biriga aylangan. Starklar birinchi odamlarning avlodi sifatida qadriyatlari va an'analariga juda sodiq. Starklar Taxtlar o'yini romanida tilga olingan asosiy xonadonlardan biri sifatida maydonga chiqadi. Dostondagi asosiy joylar va shaxslar nomi o'zgartirilmagan bo'lsa-da, xuddi o'zbek afsonalaridagi muayyan ma'noga ega makonlar, ba'zi manzillar nomi o'zbekchaga o'girildi. Ular bilan ham asarni o'qish asnosida tanishasiz. Gapni uzatmaylik. Inchunun sizni oldinda butun boshli Vestoros qit'asi, 7 qirollik va Dotrak dengizidagi sarguzashtlar intiq bo'lib kutmoqda.